Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan hayotingiz, oilangiz va moddiy ahvolingiz uchun nihoyatda muhim, shoshilinch xabar haqida suhbatlashamiz. Bu sizning kelajagingizga bevosita ta'sir qiladigan masala. Shuning uchun e'tiboringizni bir lahzaga jamlang. Agar 2026 yil 1 may sanasigacha bir muhim arizani rasmiylashtirmasangiz, katta ehtimol bilan davlat tomonidan beriladigan barcha turdagi to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz, pulingiz yo'q bo'ladi. Bu ogohlantirish nafaqat pensiya oluvchilarga, balki ijtimoiy nafaqalar, subsidiyalar yoki boshqa davlat yordami turlariga umid qilayotgan har bir fuqaroga tegishli. Shuning uchun bu videoni boshlashdan avval iltimos kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha ko'p oilaning moddiy ta'minoti saqlanib qoladi. Hoziroq obuna bo'ling va like'ni ayamang, chunki bu ma'lumotning qadrini o'zingiz ham tez orada tushunib yetasiz. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avvalgi tizim qanday ishlaganini eslaylik. Yillar davomida ko'pchilik fuqarolar davlatdan nafaqa yoki ijtimoiy to'lov olish uchun qog'oz hujjatlar to'plash, turli idoralarga yugurish, navbatlarda kutish kabi an'anaviy jarayonlarni boshdan kechirishgan. Masalan, pensiyaga chiqish uchun mehnat daftarchasini olib, pensiya jamg'armasiga borib, uzoq jarayonlardan o'tib, hujjatlarni topshirganmiz. Nogironlik nafaqasini olish uchun tibbiy ko'rikdan o'tib, ma'lumotnomalar yigish, bolalar nafaqalari uchun mahalla fuqarolar yig'inlariga borib, hujjatlar tayyorlash odatiy hol edi. Bu tizim o'ziga yarasha kamchiliklarga ega edi. Byurokratiya, ortiqcha qog'ozbozlik, ma'lumotlar almashinuvi sekinligi, hatto ba'zan korrupsiya holatlari ham uchrab turardi. Eng asosiysi, fuqarolar uchun bu jarayon juda ko'p vaqt va asabni talab qilardi. Ma'lumotlar ba'zilari tarqoq edi. Bir idoradagi ma'lumot ikkinchisida yo'q bo'lishi mumkin edi. Bu esa xato va tushunmovchiliklarga sabab bo'lardi. Lekin hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini raqamlashtirish, uni yanada shaffof, tezkor va qulay qilish bo'yicha ulkan islohotlarni amalga oshirmoqda. Maqsad fuqarolarning hayotini osonlashtirish, davlat xizmatlarini yagona platformaga birlashtirish va odamlarning qog'oz hujjatlar bilan ovora bo'lishiga chek qo'yish. Endilikda barcha ma'lumotlar elektron bazalarda saqlanadi. Idoralar o'rtasida real vaqt rejimida ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Bu qulaylik va samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, nafaqalar va to'lovlarni adolatli va manzilli yetkazishga imkon beradi. Lekin bu yangi tizimga o'tish jarayoni barcha fuqarolardan faol ishtirok etishni talab qiladi. Davlat sizning ma'lumotlaringizni o'zi avtomatik tarzda to'liq yangilab, qayta ro'yxatdan o'tkaza olmaydi. Chunki ba'zi ma'lumotlar shaxsiy xarakterga ega bo'lib, ularni sizning roziligingizsiz yangilash qonunan mumkin emas. Qolaversa, ba'zi ma'lumotlar eskigan bo'lishi, noto'g'ri kiritilgan bo'lishi yoki umuman ba'zida mavjud bo'lmasligi mumkin. Shu sababli davlat sizga va sizning ma'lumotlaringizga aniqlik kiritish uchun ma'lum bir muddatni belgiladi. Bu muddat 2026 yil 1 may. Ushbu sanagacha har bir fuqaro o'zining ijtimoiy ta'minotga oid ma'lumotlarni raqamli tizimda tasdiqlashi yoki qayta ro'yxatdan o'tkazishi shart. Agar bu ish bajarilmasa, eski tizimdagi ma'lumotlaringiz yangi raqamli tizimga o'tkazilmagan hisoblanadi. Bu esa sizning barcha to'lovlaringiz avtomatik ravishda to'xtatilishiga olib keladi. Ya'ni siz davlat ta'minotidan uzilib qolasiz. Bu jarayonning murakkabligi shundaki, ko'pchilik fuqarolar bunga ahamiyat bermayapti yoki xabardor emas. Aynan shu sababli men bugun sizni bu muhim masaladan ogoh etmoqchiman. Batafsil tahlil, nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Keling, endi bu masalaning har bir jihatini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu yerda hamma narsa oddiy emas va juda ko'p nozik jihatlar mavjud. Nimalarni bilishingiz kerak? Birinchi navbatda 2026 yil 1 may sanasi. Bu shunchaki taqvimdagi bir kun emas, balki bu sizning ijtimoiy ta'minotingiz uchun oxirgi muddat. Bu muddatgacha siz davlat tomonidan beriladigan nafaqalar, pensiyalar, moddiy yordam yoki boshqa kompensatsiyalar bo'yicha barcha ma'lumotlaringizni raqamli tizimda yangilashingiz, qayta tasdiqlashingiz yoki yangi ariza topshirishingiz shart. Bu jarayonning asosiy maqsadi har bir fuqaroning ijtimoiy holatini aniq raqamlashtirilgan, shaffof va markazlashgan tizimda aks ettirishdir.
Davlat bu orqali byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish, noqonuniy to'lovlar oldini olish va eng muhimi, haqiqatda ehtiyojmand bo'lgan fuqarolarga yordamni tezkor yetkazishni maqsad qilgan. Agar siz ushbu muddatgacha murojaat qilmasangiz, sizning ma'lumotlaringiz eski, qog'oz shakldagi hujjatlar asosida tizimda mavjud bo'lsa ham, ular yangi raqamli tizimda faol deb hisoblanmaydi. Natijada sizga to'lanayotgan barcha to'lovlar, masalan, pensiya, bola puli, nogironlik nafaqasi yoki boshqa moddiy yordam avtomatik ravishda to'xtatiladi. Bu nafaqat pulni yo'qotish, balki keyinchalik barcha jarayonlarni boshidan boshlash, qayta arizalar berish va ko'p vaqt yo'qotish demakdir. Eng yomoni bu yo'qotilgan to'lovlar, ya'ni 2026 yil 1 maydan keyin to'xtatilgan pullar sizga keyinchalik qaytarilmasligi ham mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? Bu savol juda muhim. De facto davlatdan har qanday turdagi pul yordami oladigan yoki kelajakda olishni rejalashtirgan har bir fuqaro xavotir olishi va bu jarayondan o'tish kerak. Bu ro'yxatga quyidagilar kiradi. 1. Hozirda pensiya oluvchilar, yoshi ulug', keksa otaxon va onaxonlarimiz. Ular ko'pincha texnologiyadan uzoq bo'lishadi va bu o'zgarishlardan bexabar qolishlari mumkin. Agar ular o'z pensiya ma'lumotlarini raqamli tizimda yangilamasalar, har oy keladigan pensiyalardan mahrum bo'lishadi. Misol 1. Marhamat opa 72 yoshda. Turmush o'rtog'idan qolgan boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladi. Har oy pensiyasini pochta orqali olardi. Internetdan foydalanmaydi, yangiliklarni deyarli kuzatmaydi. Marhamat opa menga har oy pensiya kelib turibdi-ku, nega tashvishlanishim kerak deb o'ylaydi. Lekin agar u 2026 yil 1 maygacha pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazi (DXM) orqali o'z ma'lumotlarini raqamli tizimda yangilamas, uning to'lovlari to'xtatiladi. Tasavvur qiling, yoshi bir joyga borib qolgan odam uchun bu qanchalik katta stress. Pensiyasi to'xtatilganini bilib, uyga qaytib borib, keyin DXMga borishga majbur bo'ladi. Bu vaqt ichida u 2-3 oylik pensiyasidan mahrum bo'ladi. Bu esa 2-3 million so'm degani. Va bu summa unga qaytarilmasligi mumkin. 2. Nafaqa oluvchilar. Bularga nogironlik nafaqasi, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun nafaqalar, boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari va boshqa ijtimoiy nafaqalar kiradi. Misol 2. Nodira 32 yoshda. Nogiron farzandi bor, uning uchun nafaqa oladi. Hujjatlari hammasi joyida, hammasi avtomatik deb o'ylaydi. Lekin agar Nodira farzandi uchun oladigan nafaqani yangi tizimda tasdiqlamas ekan, farzandi ham, oilasi ham bu yordamdan mahrum bo'ladi. Uning ham arizani muddatida topshirmasligi oilasiga katta zarba bo'ladi. Masalan, bir oylik nafaqa 1,5 million so'm bo'lsa, bir necha oyga to'xtab qolishi katta muammo. 3. Davlatdan moddiy yordam oluvchilar. Temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari orqali moddiy yordam olgan yoki olishga umid qilayotgan fuqarolar. Misol 3. Jamol aka 45 yoshda. Ishsizlik nafaqasi oladi va temir daftarga kiritilgan. Agar u o'z ma'lumotlarini raqamli tizimda tasdiqlamas ekan, uning ishsizlik nafaqasi to'xtatiladi va temir daftardan chiqarilishi mumkin. Bu uni va oilasini og'ir ahvolda qoldiradi. 4. Kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar. Ularning mehnat stajlari, ish haqlari haqidagi ma'lumotlar to'liq raqamlashtirilgan bo'lishi juda muhim. Misol 4. Ahmad aka 59 yoshda. Bir yildan keyin pensiyaga chiqishi kerak. Uning bir necha joyda ishlaganligi sababli mehnat daftarchasidagi yozuvlar tartibsiz. Agar u hozirdan bu ma'lumotlarni raqamli tizimda to'liq shakllantirib, tasdiqlamas ekan, pensiya yoshiga yetganda hujjat yigish, stajni tasdiqlash uchun juda ko'p vaqt va kuch sarflashiga to'g'ri keladi. Natijada pensiya tayinlanishi bir necha oyga kechikadi. Bu kechikish har bir oyda 2 million so'mdan kam bo'lmagan daromadni yo'qotish degani. 5. Subsidiyalar oluvchilar. Uy-joy uchun subsidiya, talabalar uchun kontrakt to'lovi subsidiyalari va boshqalar. Umuman olganda, agar sizning ismingiz davlat tomonidan beriladigan biror turdagi pul to'lovi bilan bog'liq bo'lsa, siz albatta bu jarayondan o'tishingiz kerak. O'zingizni xavfsiz hisoblab beparvo bo'lmang. Bu sizning shaxsiy javobgarligingizni talab qiladi. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi yoki kamroq aslini olganda, bu masalada xavotir olmasa ham bo'ladi degan toifa juda kam. Yangi tizimning shaffofligi va to'liqligini ta'minlash uchun har bir fuqarodan faol ishtirok etish talab etiladi.
Ammo shunday holatlar bo'lishi mumkin. So'nggi 1-2 yil ichida barcha hujjatlarni raqamli tarzda topshirganlar. Agar siz yaqinda, masalan, 2024 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlaringizni DXIM orqali yoki MiGov uz portalida elektron shaklda taqdim etgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz yangi tizimda mavjud bo'lishi ehtimoli yuqori. Biroq hatto shunday holatda ham bitta qo'shimcha murojaat qilish yoki ma'lumotlaringizni shaxsiy kabinetingiz orqali tekshirish ortiqchalik qilmaydi. Ehtimol qo'shimcha ma'lumot kiritish talab etilar. Har ehtimolga qarshi prinsipi bu yerda juda muhim. Davlat xizmatlari markazlarida ishlaydiganlar yoki bu tizimga bevosita aloqador shaxslar, ular jarayondan yaxshi xabardor bo'lishadi va o'z ma'lumotlarini osonlikcha yangilay olishadi. Ammo ular ham o'z vazifalarni unutib qo'ymasliklari kerak. Xulosa qilib aytganda, bu masalada xavotirsiz toifa deyarli yo'q. Har bir fuqaro o'z ijtimoiy ta'minotiga oid ma'lumotlarni tekshirishi va yangilashi shart. Bu bir martalik, ammo juda muhim harakat. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar bu jarayon oddiy ko'rinsa-da, aslida bir qancha istisnolar, kutilmagan vaziyatlar va tushunarsiz jihatlarga ega bo'lishi mumkin. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqaradi. Istisnolar, afsuski, davlat tomonidan belgilangan ushbu muddat bo'yicha deyarli hech qanday rasmiy istisnolar mavjud emas. Bu umumiy qoida bo'lib, barcha fuqarolar uchun bir xil darajada amal qiladi. Biroq jismoniy imkoniyati cheklangan, to'shakka mixlangan yoki og'ir kasallik tufayli mustaqil harakatlana olmaydigan shaxslar uchun maxsus mexanizmlar mavjud bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda vakil orqali murojaat, bunday shaxslar notarius tasdiqlagan ishonchnoma orqali o'z vakili orqali arizani topshirishlari mumkin. Ishonchnoma rasmiy tartibda tayyorlanishi shart. Bu yerda ishonchnomaning muddati, vakolat doirasi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Uyga xizmat. Ba'zi hollarda agar fuqaro DXIMga yoki pensiya jamg'armasiga borish imkoniga ega bo'lmasa, ularning xodimlari uyga kelib arizani qabul qilishi mumkin. Ammo bu juda kamdan kam holat bo'lib, unga umid qilish noto'g'ri. Bunday xizmatni so'rab, pensiya jamg'armasi yoki DXIMga oldindan murojaat qilish kerak. Bu istisno emas, balki shaxsiy murojaat asosida ko'rsatiladigan qo'shimcha qulaylikdir. Muhimi, yuqoridagi istisnolar ham aslida shaxsning o'zini qutqarish uchun faol harakat qilishini talab qiladi. Shunchaki men kasalman, o'zim topshira olmayman degan bahona to'lovlar to'xtatilishiga to'sqinlik qila olmaydi. Shuning uchun imkoniyatdan foydalanib, yaqinlaringizdan yordam so'rab yoki rasmiy vakil tayinlab, bu ishni muddatida hal qilish zarur. Tuzoqlar va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar. Bu jarayonda fuqarolar duch kelishi mumkin bo'lgan bir qancha tuzoqlar va xatoliklar mavjud. Bir menga xabar berishar, o'zlari qilishar degan noto'g'ri fikr. Bu eng xavfli tuzoq. Davlat tashkilotlari sizni ogohlantirishi mumkin, lekin ular har bir fuqaroga shaxsan murojaat qila olmaydi. Bu jarayon sizdan tashabbuskorlikni talab qiladi. Sims kelmadi, xat kelmadi deb kutib o'tirish muddatni o'tkazib yuborishga sabab bo'ladi. 2. Men hujjatlarni allaqachon topshirganman degan tushuncha pensiyaga chiqayotganda yoki ilgari nafaqa rasmiylashtirayotganda qog'oz hujjatlarni topshirgan bo'lsangiz ham, bu yangi raqamli tizim uchun yetarli emas. Yangi talablarga muvofiq ma'lumotlaringizni raqamli shaklda qayta tasdiqlash yoki yangi elektron ariza topshirish zarur. Eski hujjatlar faqatgina ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lishi mumkin, ammo ular yangi tizimda faol hisoblanmaydi. 3. Texnik qiyinchiliklar va raqamli savodxonlikning pastligi. Ko'pchilik uchun internetdan foydalanish, elektron raqamli imzo, olish, MiGov uz portalida ishlash qiyinchilik tug'diradi. Bu esa arizani topshirishni kechiktirish yoki umuman topshirmaslikka olib keladi. Misol, qishloqda yashovchi 65 yoshli Mavluda xola smartfon ham, kompyuter ham ishlata olmaydi. Internetga kirish imkoniyati ham cheklangan. Uning uchun MiGov uz portalida ariza topshirish tushunarsiz. Bunday holatda u yosh oila a'zolaridan yordam so'rashi yoki DXIMga borish kerak. Aks holda texnik sabablar bahona bo'lib qoladi. 4. Ma'lumotlardagi nomuvofiqliklar, pasportdagi ism-sharif, tugilgan sana, ish stajdagi ma'lumotlar va boshqa hujjatlardagi ma'lumotlar o'rtasida nomuvofiqliklar bo'lishi mumkin. Bu holat arizani qaytarib yuborishga yoki ko'p vaqt talab qiladigan tuzatish jarayonlariga sabab bo'ladi. 5. Firibgarlik. Sizning nafaqangizni raqamlashtirishda yordam beramiz, deya firibgar shaxslar fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini, bank kartasi raqamlari, parollari qo'lga kiritishga urinishlari mumkin.
Davlat tashkilotlari hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Har qanday shubhali takliflarga ishonmang. Faqat rasmiy tashkilotlar va rasmiy kanallar orqali murojaat qiling. Noaniq jihatlar. Ba'zi noaniq jihatlar jarayonni yanada murakkablashtirishi mumkin. Ma'lumotlarning qayta tiklanishi. Agar siz muddatni o'tkazib yuborsangiz va to'lovlar to'xtatilsa, keyinchalik ariza topshirganingizda to'lovlar qayta tiklanadimi? Odatda to'lovlar ariza qayta topshirilgan oydan boshlab tiklanishi mumkin. Lekin muddat o'tkazib yuborilgan davr, masalan, bir necha oy uchun pullar qayta to'lab berilmasligi ehtimoli juda yuqori. Bu shuni anglatadiki, siz nafaqat kelajakdagi to'lovlarni xavf ostiga qo'yasiz, balki o'tgan davrdagi moliyaviy yo'qotishlarni ham qoplay olmasligingiz mumkin. Bu aynan kimlar kechikib pulini yo'qotadi degan savolning javobi. Arizaning turi. Siz shunchaki shaxsingizni tasdiqlashingiz kerakmi yoki barcha hujjatlaringizni, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, tugilganlik haqidagi guvohnoma va hokazo raqamli formatda qayta yuklashingiz kerakmi? Ko'pincha bu ikkinchi holatni, ya'ni barcha tegishli hujjatlarning raqamli nusxalarini yuklashni yoki tiximda skanerlashni talab qiladi. Chunki eski qog'oz hujjatlar to'liq va to'g'ri tarzda raqamlashtirilmagan bo'lishi mumkin. Texnik nosozliklar, saytda tiqilinch bo'lishi, tizimda nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa muddat tugashiga yaqin qolgan kunlarda. Shuning uchun bu ishni oxirgi daqiqaga qoldirmang. Imkon qadar tezroq murojaat qiling. Bu qiyinchiliklar sizni qo'rqitmasligi kerak. Aksincha, sizni ogoh etib, yanada ehtiyotkor bo'lishga undashi lozim. Har bir muammoning o'z yechimi bor. Asosiysi harakatni o'z vaqtida boshlash. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Aniqlik kiritishlar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Aynan siz nima qilishingiz kerak? Qadam-ba-qadam ko'rsatmalar. Bu jarayon murakkab bo'lsa-da, aniq qadamlarni bajarsangiz, hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Bir qadam, vaziyatingizni aniqlang. Birinchi navbatda siz davlatdan qanday to'lovlarni olayotganingizni yoki kelajakda olishga umid qilayotganingizni aniqlab oling. Siz pensiya olasizmi, yoshga doir, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik? Siz ijtimoiy nafaqalar olasizmi, bola puli, nogironlik nafaqasi? Siz boshqa turdagi davlat yordamlarini, subsidiyalar, kompensatsiyalar olasizmi? Siz pensiya yoshiga yaqinlashganmisiz va kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtiryapsizmi? Bu savollarga javob berish sizning keyingi harakatlaringizni belgilaydi. Agar javobingiz har bo'lsa, siz albatta harakat qilishingiz kerak. Ikki qadam, kerakli hujjatlarni yig'ing va tayyorlang. Sizga kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxati siz olayotgan to'lov turiga qarab farq qilishi mumkin. Ammo umumiy qilib aytganda, quyidagilar kerak bo'ladi. Pasport, asl nusxasi va nusxalari. Mehnat daftarchasi, asl nusxasi, ish stajini tasdiqlovchi barcha sahifalari. Agar elektron mehnat daftarchasi bo'lsa, uning ma'lumotlari ham tekshiriladi. Tugilganlik haqidagi guvohnoma, o'zingizniki va voyaga yetmagan farzandlaringizniki. Nikoh guvohnomasi nikohdan ajralganlik haqidagi guvohnoma, agar tegishli bo'lsa. Harbiy bilet erkaklar uchun. Diplomlar, ma'lumotnomalar, agar o'qish davri ish stajiga kiritilishi kerak bo'lsa. Nogironlik haqidagi tibbiy xulosa, vrachlik mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, agar nogironlik nafaqasi olsa. Bank karta raqami, to'lovlar tushadigan hisob raqamingiz ma'lumotlari. Doimiy yashash joyi haqidagi ma'lumotlar, propiska va boshqalar. Barcha hujjatlarning asl nusxalari o'zingizda bo'lishi va ulardan toza, o'qib bo'ladigan nusxalar yoki skanerlangan variantlarni tayyorlash juda muhim. Agar TXMga bormoqchi bo'lsangiz, asl nusxalarni olib boring. 3 qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Arizani topshirish uchun ikkita asosiy yo'nalish mavjud. Variant A, elektron tarzda, onlayn, Migo, uz portali orqali. Bu eng qulay va tezkor usul. Buning uchun sizga quyidagilar kerak bo'ladi. 1. Elektron raqamli imzo. Agar eringiz bo'lmasa, uni TXMda yoki Davlat soliq qo'mitasining axborot texnologiyalari markazlarida olishingiz mumkin. Eri shaxsni elektron tarzda tasdiqlovchi vosita bo'lib, imzo chekish huquqini beradi. 2. Internetga kirish imkoniyati. Uyda yoki internet kafelarda. 3. Migo, uz portalida ro'yxatdan o'tish. Agar hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz. Portalda shaxsiy kabinet ochiladi. 4. Pensiya ta'minoti yoki ijtimoiy nafaqalar bo'limini topish. Bu bo'limda mening ma'lumotlarimni yangilash yoki nafaqani qayta ro'yxatdan o'tkazish kabi xizmatni qidirasiz. 5.
Arizani to'ldirish. Hamma joylarni diqqat bilan to'ldiring. Barcha kerakli hujjatlarning skanerlangan nusxalarini yuklang, PIF yoki JIC formatida. Ma'lumotlarning to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar sizning ma'lumotlaringiz tizimda allaqachon mavjud bo'lsa, siz shunchaki ularni tekshirishingiz va tasdiqlashingiz kifoya qilishi mumkin. Lekin baribir, qo'shimcha ma'lumotlarni yuklash zarur bo'lsa, shuni ham bajaring. 6. Bilan tasdiqlash. Arizani bilan imzolaysiz va yuborasiz. Variant B. Shaxsan murojaat qilish. Davlat xizmatlari markazlari (DXM) orqali, agar sizda bo'lmasa, internetdan foydalanishga qiynalsangiz yoki ma'lumotlaringizni raqamlashtirishda yordam kerak bo'lsa, eng yaxshi variant bu DXMga borish. 1. Barcha hujjatlarning asl nusxalarini olib boring. Yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlar. 2. Navbatga yoziling. DXMlarga elektron navbat orqali yozilish mumkin. Bu vaqtni tejaydi. 3. Mutaxassisga murojaat qiling. DXM xodimi sizga arizani to'ldirishda yordam beradi. Hujjatlaringizni skaner qiladi va tizimga yuklaydi. U bilan arizangizni tasdiqlab beradi. 4. Arizaning qabul qilinganligi haqidagi kvitansiyani oling. Bu sizning arizangiz topshirilganligining rasmiy isboti bo'ladi. Uni saqlab qo'ying. 4 qadam. Arizani to'g'ri to'ldirish va e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar. Arizani to'ldirishda har bir ma'lumotni sinchiklab tekshiring. Ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, tug'ilgan sanangiz, pasport ma'lumotlari, yashash manzilingiz, bank hisob raqamingiz, har bir harf, har bir raqam to'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling. Kichik bir xato ham arizangizni qaytarishga yoki jarayonni uzaytirishga sabab bo'ladi. Ayniqsa mehnat stajingizni tasdiqlovchi ma'lumotlar juda muhim. Agar mehnat daftarchasida o'qib bo'lmaydigan yozuvlar bo'lsa, bu haqda DXM xodimiga oldindan xabar bering. 5 qadam. Arizaning holatini kuzatish. Arizani topshirganingizdan so'ng, uning holatini Migo.uz portalidagi shaxsiy kabinet orqali yoki DXMga murojaat qilib kuzatib boring. Agar arizada biror xatolik topilsa yoki qo'shimcha ma'lumot talab etilsa, sizga xabar beriladi. Bunga darhol javob berish juda muhim. 6 qadam. Muddatni esdan chiqarmang va oxirgi daqiqaga qoldirmang. 2026 yil 1 may. Bu qizil chiziq. Ungacha hali ancha vaqt bor deb o'ylamang. Ko'pchilik ishni oxirgi daqiqaga qoldiradi. Natijada tizimda tiqilinch yuzaga keladi. Navbatlar ko'payadi. Texnik nosozliklar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar hoziroq, bu haftadayoq bu ishni boshlab yuboring. O'zingiz uchun 2025 yil oxirigacha yoki 2026 yilning birinchi choragida bu ishni hal qilaman deb qat'iy reja tuzing. Xulosa va yakuniy ogohlantirish. Hurmatli do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Biz bugun siz bilan hayotiy muhim bir masalani muhokama qildik. 2026 yil 1 may. Bu shunchaki bir sana emas. Bu sizning oilangizning moddiy ta'minoti, kelajakdagi xotirjamligi uchun muhim bir chorraha. Agar siz bu ogohlantirishni eshitib ham beparvo bo'lsangiz, vaqtni o'tkazib yuborsangiz, siz davlat tomonidan beriladigan barcha turdagi to'lovlardan, ya'ni pensiya, nafaqa, moddiy yordamdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu nafaqat yo'qotilgan pul, balki kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga jiddiy zarba degani. Bu jarayonni hoziroq boshlashga chaqiraman. O'zingiz, ota-onangiz, bobo-buvlaringiz, nogironligi bo'lgan yaqinlaringiz haqida g'amxo'rlik qiling. Ularning ijtimoiy ta'minoti xavf ostida qolmasligi uchun yordam bering. Ularga bu videoni ko'rsating, tushuntiring, DXMga olib boring yoki Migo.uz portalida ariza topshirishda ko'maklashing. Bu video qanchalik ko'p odamga yetsa, shunchalik ko'p inson ogohlantirilgan bo'ladi va shunchalik ko'p oila o'z pulini yo'qotishdan saqlanib qoladi. Shuning uchun, iltimos, ushbu videoni o'zingizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizda do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz. Va nihoyat, sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu ogohlantirish haqida nima deb o'ylaysiz? Siz allaqachon arizani topshirdingizmi? Yoki sizda qandaydir savollar yoki tushunmovchiliklar mavjudmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Har bir izohni o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizga va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha